Bismillahirrahmanirrahim. Nazira Muhammad Salih, İslam nuri chaqnatgan ayol nomli asarda mundaq deydi. Meşhur tarixchi Qozi ibn Xulkan o'zining Vafiyatul Ayan va Anba'i Abna'i Zaman, ya'ni mashhur zotlar va zaman usullari tarixi nomli kitobida nurg'un ayol olimalar uchun sahifa ajratgan Hazrat Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu naslidan bo'lgan Nafisa o'z zamonasining ilm sohasida alohida o'ringa ega, jamoat birdek e'tirof qilgan yetishgan ulamo edi. Nafisa hijriya 145-yili Makkada tug'ilgan, 208-yili Misrda vafot bo'lgan. Nafisa xonimning huzuri taraf-tarafdan kelgan ilm tarafdorlari bilan avat edi. Diniy ilmlarda faqihlik darsi yetib, sunniy mazhabining 4 asosiy tarmoqining biriga asoslanuvchi buyuk olim Imom Shofiy rahmatulloh alayhi Nafisa xonimning shogirdi edi. Mashhur olim Abu Hayyan o'zining ilm hayotini eslaganda, o'zining ilm sohasida yuqori o'ringa erishishga hassa qo'shgan ustozlar qatorida 3 ayol ustozni tilga oladi. Ular Salohiddin Ayyubiyning qizi Munisa Ayyubiyya, Shamiyya Taymiyya va danglik tarixchi Tabib al-Ifoda va E'tibor, Foyda va E'tibor kitobining muallifi Abdulatifning qizi Zaynab. Islom dinining ayol hur qul deb ayirmasdan insoniy sifat bilan hammani ilm o'rganishga buyurish, rag'batlantirish ruhi ayollarga keng ilm egallash imkoniyatini yaratib, ularni azaldan oyoq tegmagan ilm qasriga boshlab kirgan edi. So'g'at nomli kitobdan o'sindi.